Assalomu alaykum akalar, sog'lommisizlar? Hayvonlarning gibridini ko'rgansizlar, mashinaning gibridini ko'rgansizlar, lekin patologik gibridini ko'rganmisizlar? Bizda borda shunaqasi, hozir ko'rsataman. Bu patologimiz IMDFda ishlangan, yon qismlarini IMDFda ishlab berganmiz. Bu xonamizning razmeri 3x20 ga 5x20 bo'lgan. Yonlarini glyansiviy ptichiglar IMDFda ishlaganmiz va podyomini 10 sm qilib ichida gipsogardon urib berganmiz. Buni keyingi plani o'sha gipsogardon tagidan natijni urib bermoqchimiz. Natijni ham zakaz qilib qo'yganmiz. Bu arzon variant, chiroyli variant so'raganlar uchun, kimgadir masalan gullar, klassik narsalar yoqmasligi mumkin. High-tech so'raganlar uchun juda ham yaxshi variant. Tagini nimaga gipsogardon qilingan desanglar, bu birinchidan xavfsizlik, himoya qiladi, musor, chang, har qalay bizni tepa tomimiz plita emas, loysuvoq qilingan, to'sirda tashlab loysuvoq qilingan. Shuni hisobiga musirlardan saqlash uchun gipsogardon qilganmiz. Ikkinchi qulay tomoni buni qachondir sizga natijni yoqmay qolsa, mana shu natijani shundoq olib tashlab, tagini bemalol gipsogardonni o'ziga malarka qilib, xoh aboy qiling, xoh tiyaga bilan klassik ishlang yoki bir boshqa narsa qilishingiz mumkin. Kelajakda o'ylagan holda mana shunaqa variant qilib berilgan. Yoniga lagellar qo'yganmiz. Kichkina bo'lgani uchun xonamiz 6 ta galagan qo'yilgan. Karnizlarni chiroyli qilib berganmiz. Devorlarimiz aboyga tayyor. Xudo xolisa buni natijni urilgan variantini ham video qilishga harakat qilamiz. Tezroq bitsa. Arzon variant so'raganlar uchun juda ham yaxshi variant. Kimdir masalan yoqtirmasa, qimmat narsalarni yoki klassik narsalarni yoqtirmasa, o'sha odamga jo'natib qo'yinglar. Hamyonbop, baquvvat, o'ta baquvvat, uncha-muncha emas. Ancha-muncha patologdan sifat darajasi yaxshi variantlardan bittasi bo'ladi. Kimdir qidirib yurgan bo'lishi mumkin shunaqa variantni, jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar.